Juda och qoldim. Xonim, biz qayerga ketyapmiz? Boydan beri bir joyda aylanib yuribmiz. Hozircha haydayvering. Xonim, qayerga ketyapsiz? Nega hamma narsa faqat mening zimmamda? U yerda nima bo'lyapti? Farishtaxonim, xudoyim, sizga nima bo'ldi? Unga nima bo'ldi? Boyab Farida xonimni oshxonada hushidan ketgan holda topdim. Sirpanib ketgan shekilli. Sen kimsan? Meni kechirasiz. To'g'risini ayt, bekorchi gaplarni yig'ishtir. Kimsan o'zi? Va nega bu yerdasan? Armina opa salom, Ruko bilan ozgina gaplashsam maylimi? Unimi? Ruko opa bu yerda yo'q-ku. Opasining ziyofatingga ketmaganmidi? Yo'q, ziyofat kelgusi hafta. O'z qayerdan kelibsan? Kirmay ziyofatdan kelding nima? Chunki bularning hammasi yolg'on. Sen kattamisan-ku, singillarning himoya qilishing kerak edi. Lekin sen yo'qligingda saroyimizga bostirib kirishdi. Ular yitopan jarohatlashdi. Sen esa o'zingcha ko'chaga chiqib ketdimiz, hammamizni aldading. Opa, iltimos, unday qilma. Farida qayerda? O'zi qayerdan kelyapsan? Nega bizni aldading, Unni?